Demak, so as you can see, bugun sizlar bilan budgeting haqida gaplashamiz. Hop, pulga oid lug'at boyligini ko'rib chiqamiz hamda money plus budget juda ham foydali bo'ladi, xudo xolasa do'stlar, sababi IELTS kontekstida ham, multi levelda ham ancha keng qo'llaniladigan mavzulardan biri. Okay, demak boshladik. Earn a living. Demak, earn a living degani tirikchilik qilish, pul ishlash ma'nosini beradi o'rtoqlar. Bu yerda living o'sha kun o'tkazish ma'nosida kelyapti. Many people earn a living through small businesses. Ko'p odamlar kichik biznes orqali tirikchilik qiladi. Endi mana shunga qani bitta gap tuzib ko'ramiz. Birgalikda. Xo'sh. Demak, biroz kattaroq buni. Hamma yaxshi ko'rinishi uchun menimcha endi hammasi yaxshi. Demak. So it is getting harder to earn a living in this fast changing world. Changing world. Bu shiddatli zamonda tirikchilik qilish qiyinlashib bormoqda. Demak, to earn a living. Yani gap tuzganingiz yaxshi, sababi esingizda ancha qolib ketadi o'sha gap tuzayotgan gaplaringiz o'rtoqlar. Xo'p. Tarjimasini yozib o'tirmadim, chunki bilamiz. PDF o'tdik. Keyingisi fixed income. Fixed income doimiy, stabilniy daromad. Do'stlar, bu ayniqsa o'sha essay yozganimizda yoki o'sha blog post yozganimizda ko'p ishlatiladi. Fixed income. With a fixed income, budgeting is essential. Yani doimiy daromad bo'lsa, byudjet qilish muhim. Byudjet qilib borish muhim. Ya'ni pulni iqtisod qilish demoqchi, bu yerda byudjet qilish ma'nosida o'sha ma'noda kelyapti. Keling, bunga ham bitta namuna yozib ko'ramiz o'rtoqlar. So many people think that public jobs, keling mana deymiz, public sector can offer a fixed income. Xo'p. Fixed income. Demak, men buni tarjimasini yozmayapman. Siz yozing tarjimasini. Men tekshirib beraman. To'g'ri qilyapsizmi yoki xatomi? Tashlab qo'ydim. Demak, ko'raylikchi, bu yerda SMS o'chirib qo'ymadim ekan. Message jo'nata olasizmi? Xo'p. Ha, message jo'natsa bo'lar ekan bemalol. Endi hech kim yozmayotganiga men hayron bo'ldim. Sababi marhamat, Telegramga ham tashlab qo'yaman buni. Tarjimasini yozib bering. Talab shu bo'ladi. Davom etamiz o'rtoqlar. Xo'p, keyingi so'zimiz bu save up. Juda ko'p qo'llaniladi speakingda ayniqsa. Biron narsa uchun pulni tejash, pul yig'ish. For degan narsa uchun. Nega ot keladi odatda. Misol uchun, I am saving up for a new laptop. Men yangi notebook sotib olishga pul yig'yapman. Yangi notebook sotib olishga pul yig'yapman. Misol, qaranglar mana. I try to save up for my summer vacation. Vacation nima edi? Bizda ikki xil so'z bor. Not vocation. Vocation boshqa narsa, vacation umuman boshqa narsa. Bu gapimizda vacation qaysi ma'noda kelyapti? Savol sizlarga o'rtoqlar. Save up for. Xo'sh, bizda menimcha javob bor. Ko'raylikchi.
Dam olish to'ppa-to'g'ri yozgi ta'til, mehnatdan ta'tilga chiqish. Yaxshi, zo'r, ajoyib. Demak, buni ham tashlab qo'yaylik. Telegramni tashlab qo'yamiz. Молодец. Good job. Yozgi sayohat desangiz ham bo'ladi. Endi keng ma'noda ishlatiladi-da. Demak, do'stlar, qaranglar. E'tibor bering. Save up for undan keyin ot keladi. Fe'l emas yokida sifat emas yokida boshqa narsa emas. Something deyapti. Bu ko'p ishlatiladi. Buni bilib qo'yishingiz kerak. Keyingisi set a goal, ya'ni maqsad qo'yish oldingizga, o'z oldingizga maqsad qo'yasiz, to'g'rimi? Undan keyin biz siz bilan maqsadli infinitivni o'tganmiz, ya'ni to'li infinitiv keladi. Endi o'zimizni kontekstda bitta gap tuzib ko'raylikchi, qanday bo'lar ekan. So all students in M47 have set a goal, ya'ni maqsad qilgan nimani? To take C1 yaxshi niyat qilaylik, or at least B2 level in CFR exams. Mana M47dagi barcha o'quvchilar inshaalloh demak C1 olishga yoki hech bo'lmaganda B2 olishni maqsad qilgan. Have set a goal. Bundan keyin maqsadli infinitiv qo'ysangiz yaxshiroq bo'ladi. Nimani maqsad qilgan? To take. Olishni maqsad qilgan. Yashang. Buni ham tashlab qo'yamiz. Endi nima desam, qancha ko'proq gap tutsangiz, o'rtoqlar, do'stlar, qancha ko'proq gap tutsangiz, o'shancha ko'p esingizda qoladi. Nega men har doim gap tuzaman? O'zi gap darsgacha tuzib qo'yilgan bo'ladi PDFning o'zida. Yo, yana tuzib beramiz. Qo'shimchasiga sizga namunaviy javoblar ham beradi, ya'ni samplelar ham beriladi. Bu hammasi o'sha xotirada olib qolish. Siz qancha o'sha so'zni kontekstda ko'rsangiz, esingizda qolib ketadi-da. Misol uchun, bitta ko'rgan insoningizni eslab qola olmaysiz, to'g'rimi? O'sha inson har doim tez-tez ko'proq ko'rib turganingizda o'sha inson sizga o'sha tanish bo'lib qoladi. Bemalol muloqot qila olasiz. So'zlar ham xuddi shunday yondashishingiz kerak. Bitta ko'rganda bo'ldi, esimda qoldi deb o'ylaysiz, lekin vaqt o'tishi bilan uni ishlatmaganingizdan keyin esingizdan chiqib ketib qoladi. O'shuning uchun eng zo'ri gap tuzish, samplelar o'qish bo'ladi. Jamoat sektorlari doimiy daromad bera oladi. Aslbek javob yozyapti. Jamoat sektori emas, davlat sektori desak to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni davlat tashkilotlari stabil daromad olib keladi. 1 daqiqa o'rtoqlar. Ming bor uzr. Davom etamiz. Public jamoat deb o'ylayapman. Ha, unaqa ma'nosi ham bor, lekin davlat sektor, public sektor, endi savol sizlarga, private sektor nima? Private sektor. Private sektor bu nima bo'ladi? To'g'ri, demak, bu xususiy sektor. Xo'p, bu so'zimiz ham bor, bilib qo'ysangiz bo'ladi. Zaxira jamg'arma yaratmoq, ya'ni pulni nima qilish? Chorniy kasada deydi. Build an emergency fund. Zaxira jamg'arma yaratish. An emergency fund protects you from surprises. Bu endi kamroq ishlatiladi, alohida gap tuzib o'tirmayman. Mana shu bilan cheklanamiz. Tushundingizmi? Keyingisi
Live paycheck to paycheck. Bu judayam kerakli, ishoning. Ba'zida meni ham hayolimda ko'tarilib qoladi. Shunaqa oilalar bor bizda, oylikka yashaydi, oylikdan oylikkacha zo'rg'a kun ko'radi. Tushundingiz-a? Shunaqa insonlar bor oramizda. Misol uchun, tabiiy endi jamiyatda har xil iqtisodiy holatga ega bo'lgan insonlar bo'lishi mumkin. Endi bir sizda o'shanaqa insonlarni ta'riflash uchun nima deydi, lug'at boyligi kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ishlasak bo'ladi. Paycheck to paycheck. Buni hech qanday yomon joyi yo'q, o'rtoqlar. Halol mehnat. U tabiiy holat. Endi xususiy biznes bilan shug'ullanmasa mana shunday. Xo'p, endi bunga qanday gap tutsak bo'ladi? Qaranglar, endi sal uzunroq bo'ladi bunga gap tuzish. Demak, middle class citizens usually live paycheck to paycheck. So they should build an emergency fund. Emergency fund to protect themselves and their family from unexpected incidents. Bu gapimizda ikkita nima ishlatdik. Orada bitta joy tashlab ketsak chiroyli chiqar ekan. Bunday qilamiz. Xo'p. O'rta sinf vakillari odatda oylikdan oylikkacha kun ko'rishadi. So they should build an emergency fund. Buni biz yuqorida ko'rdik. Shuning uchun ular ozgina zapasli pul saqlashlari kerak bo'ladi. Shuning uchun har xil holatlar bor. O'sha kutilmagan vaziyatlardan oilasini o'zlarini himoya qilish uchun deydi. Hammasi yaxshi ketyaptimi? Nowadays many people live by paycheck to paycheck who work at jobs of government. Jobs of government degan collocation yo'q, Asilbek. Uni o'rniga boyagi public sector desangiz to'g'riroq bo'ladi. Public sector desangiz yanada o'sha kontekstga mos tushadi-da. Yaxshi, davom etamiz. Telegramda yoqmabmiz mikrofonini, ming bor uzr. Men hozir ko'rib qoldim. Ular agar buning uchun uzr so'rayman. Boshlang'ich 13 daqiqa, demak, ovozsiz ketib qolgan katta ehtimol bilan. Shu joyga YouTube'da linkini qo'yib ketaman. YouTube'da hammasi yaxshi ketyapti, menimcha. Shuni deb bitta ko'raylik YouTube'da. YouTube'da menimcha ko'rinyapti hammasi. Men bir o'chirib yoqdim-ku Telegramda. Telegram sal oxirgi paytda yaxshi ishlamayapti. Video streaming holatlarida sal parod qilib qo'yapti. Buning uchun uzr. Demak, keyingisi cut back on expenses. Siz bilan biz cut down on'ni o'tdik. Esingizda bo'lsa, nima edi cut down on? Cut back on o'shanga o'xshab ketadi. Hozir tushuntirib beraman. Birinchi cut down on'ni qani yozaylik, So, I'm kidding. I am trying to eat less sugar. Deyishning o'rniga biz buni chiroyli aytishni o'rgandik. I am cutting down on sugar. Men shakarni kamroq iste'mol qilyapman. Cut down on. Endi I am trying to cut back on unexpected shoppings.
yoki purchases deylik, ha? Purchases. Ana shunday. Demak, men kutilmagan, ya'ni reja qilinmagan nimalardan, xaridlardan nima qilyapman? Pul tejashga harakat qilyapman. Cut back on. Shunday qilmasangiz bo'lmaydi hozirgi zamonda. Xo'sh, mana shu ikkita so'z bir-biriga juda ham ma'no jihatdan o'xshar, faqat ikki xil kontekstda ishlatilar ekan o'rtoqlar. Biri taomlar kontekstida, boshqasi aynan pul bilan bog'liq bo'lgan kontekstda. To'ppa-to'g'ri tejash deb yozibdi. Kamaytirish, kamroq sarflash va hokazo degan joylarda ishlatiladi. Yashang. Demak, davom etamiz. Xo'p, keyingisi cut back on expenses, ya'ni xarajatlarni kamaytirish. I cut back on expenses by cooking at home. Sizlarga savol berib ketaman. Siz nimada pulni tejashga harakat qilyapsiz? Bu yoqda men misol yozganman. I cut back on expenses by cooking at home. Uyda ovqat tayyorlash bilan xarajatlarni kamaytiryapman. Sizchi? Misol uchun, mana bunday desangiz bo'ladi. Ya'ni esda qolarli example yozishingiz kerak edi. I am walking to work to cut back on fares. Fares bu transport chiptalari uchun sarflangan to'lov tizimi, to'lov badali. Yo'l kira deymizku o'sha. Men ishga piyoda boryapman. Nima qilish uchun? Cut back on. Ya'ni yo'l kira pulidan tejab qolish uchun. Savol, siz nimaga cut back qilyapsiz? Cut back on buying clothes. I cut back. Qarang, Zuhra Palvanova cut back on bilan keladi, tu bilan emas, okay? I cut back on buying clothes. This is to'g'ri bo'ladi. So I save up to traveling. Zo'r. Demak, savol, what are you cutting back on? Siz nimada pul sarflayapsiz? Pul tejayapsiz. Ming bor uzr. Siz nimada pul tejayapsiz? Demak, davom etamiz. Zapis ketyapti bizda. Telegram ovoz yozyapti. Yaxshi, o'zi Telegramda hamanchagina odam bor ekan, lekin ming bor uzr boyagi holat uchun. Xo'p, Nazokat Sobirova yozyapti. I cut back to buy cosmetics. Yana o'sha holat bo'lyapti. Qarang, I cut back on buying cosmetics bo'ladi. Mana shu holatga yana bir to'xtalaydi. Endi biroz vaqt ketsa ham bir marta tushunib olsangiz esda qolib ketadi. O'rtoqlar, qaranglar. Nima bo'lib ketdi hozir? Qaranglar. Mana fe'l kelyapti. Cut back on. To'g'rimi? Undan keyin plus siz nimadir qo'yishingiz kerak. Yo noun qo'yishingiz kerak. Yokida verb qo'yishingiz kerak. Endi verb o'z holida kelmaydi. Balkim nima bilan yozishingiz kerak? ing bilan yozishingiz kerak. O'shanda u gerundga aylanadi. Esingizda bo'lsa, gerund hamda infinitiv fe'llarni o'tib beruvdim. Chiroyli qilib o'sha darsni ko'rib qo'ying. Juda katta foyda olasiz. Sababi qaysi holatlarda biz gerund ishlatamiz degan savol turibdi-da bu yoqda. On. Bu predlog o'rtoqlar. Predlogdan keyin kelgan fe'l har doim ing oladi. Ing oladi. Ya'ni nima demoqchiman? Mana kimdir aytayapti. I cut back on buy deb ketyapti. Buy deyapti-da. Yo'q. Buying bo'ladi. Nega? Chunki on turibdi. On bu predlog-ku. Predlogdan keyin kelgan fe'lda ing qo'shiladi. Buying cosmetics. Kosmetikalar sotib olishdan pul tejayapman. Tabiiy, chiroylisiz, shart emas o'zi. Yashang. Davom etamiz. Xo'p, stream to'xtab qolibdi. YouTube'dan hozir to'g'rilab beraman. Lesson 25. Negadir streaming to'xtab qolibdi. Hozir bir daqiqa. Hozir bu yerda xabar keldi-da.
Bo'ldi, streaming qaytadan yondi. Kirib anaqa qilishlaringiz mumkin bo'ladi bemalol. Hozir link o'zgargan bo'lsa ko'ramiz. Qaytadan tashlab qo'yaman sizga linkini. Xo'p, YouTube'da yangi linkni tashladim. Stream negadir отказ bergani uchun. Davom etamiz. Xo'sh, keyingi holat to put money aside, ya'ni pulni chetga qo'ymoq. Pul jamg'arish ma'nosida keladi bu ham, tashlab ketamiz. Tushundik. Biz save up for degan fe'lni yana bir boshqacha varianti ekan bu. Put money aside. I put money aside for travel. Men sayohat uchun pulni chetga qo'yaman. Ya'ni pul jamg'araman degan ma'noda kelyapti. Bu yerda pul jamg'arish ma'nosida bu ishlatilmoqda ayni vaqtda. Demak, davom etamiz. Bizda keyingi holat stick to plan. Nima degani stick to plan? Bitta ritmga tushish, ya'ni rejaga amal qilish. Stick to plan. Biron bir reja tuzdingizmi, o'sha rejaga amal qilib, sarf xarajat qilish. Endi buni planni o'rniga boshqa so'zni qo'ysak ham bo'ladi, o'rtoqlar. Ya'ni receipt yokida bill va hokazo. Misol uchun qaranglar. While doing shopping. While shopping deb keta qolaylik. Ancha ko'payib ketyapti, g'aliz bo'lib qoladi. While shopping, I try to stick to the plan to avoid impulse purchases. Shopping qilayotganimda men harakat qilaman rejaga amal qilishga, ya'ni ro'yxat bo'ladi, o'sha ro'yxat bo'yicha list deylik, shopping list. Shopping list. To avoid nimani oldini olish? Impulse purchases, ya'ni kutilmagan keraksiz purchaselarni amalga oshirishni oldini olish uchun odatda nima qilaman? Stick to the shopping list. Kundalik hayotda ishlasangiz ham bo'ladi buni. Sizlarga bergan tavsiyam, umuman unuting, multi-levelda ham, seferda ham unuting. Shunchaki gap tuzing, okay? Shunchaki gap tuzishingiz kerak. Ana shu esda qolish uchun qiziqarli bo'lish kerak. Tushundingizmi gaplaringiz? YouTube ko'rinmayapti, deyapti. Yana nima bo'ldi YouTube'da? Yangilash berib olaylikchi. Ha, endi ko'rina boshlabdi. Ming bor uzr. Negadir YouTube'dan o'qlayman. Yangi link tashladim. O'sha orqali kiring, endi ko'rinadi. YouTube'da. YouTube'dan tomosha qilayotganlar. Xo'p, davom etamiz. Keyingi holat. Bizda keyingi holat make ends meet. Bu ikkinchi marta kelyapti bizda. Zo'rg'a yetkazmoq. Uchinchi yetkazish bo'ladi-yu ehtiyojlarga. O'sha holatda ishlatiladi. Some people struggle to make ends meet. Endi bunga gap tuzadigan bo'lsak, chiroyli gap tuzib qo'yamiz hozir. Some people struggle nima qilyapti u? Struggle to make ends meet because of
inflation in poor countries. Demak, o'rtoqlar, bir xil qilaylik. Oldiga qo'yamiz. Some people ba'zi insonlar inflyatsiya tufayli qiynalishadi. Nima qilishga? To make ends meet. Kun ko'rishga. Qiynalishadi. Inflation countries. Ana shunday. Xo'p, buni ham tashlab qo'yaman. O'zi buni PDF qilib oxirida bitta bermoqchi edim. Bunaqa ham qilamiz. No, shunday holatda ham tashlab turaversam, menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Xo'p, davom etamiz. Bizda keyingi fe'limiz bu monthly budget, oylik byudjet aylanmasi. Hammada bo'ladi oylik xarajatlar, kirim, chiqim, jadvallar hammasi o'sha ichiga kirib ketadi. I keep a monthly budget on my phone. Demak, telefonimda oylik byudjet yuritaman. I keep monthly budget on my phone. Keyingisi track spending, xarajatlarni kuzatib borish, xarajatlarni nima qilish, nazorat qilish. Tracking spending shows where my money goes. Xarajatlarni kuzatish pul qayerga ketishini ko'rsatar ekan, o'rtoqlar. Endi mana bu fe'l juda ham kerak bizga. Overspend. Endi ko'pchilik fe'llarda oldiga shu over prefiksini qo'ysangiz, odatda me'yordan oshiq degan ma'noni berib qo'yar ekan. Buni menimcha ko'pchilik biladi. Bilmaganlarga yangilik bo'lishi mumkin. Misol uchun, cook pishirish bo'lsa, overcook kuydirib yuborish. Xuddi shunday spend sarflash bo'lsa, overspend ko'p sarflab yuborish. Yokida sleep uxlash bo'lsa, oversleep uxlab qolish. Va hokazo va hokazo. Mana shunday holatlar ketaveradi. Demak, spendga gapiradigan bo'lsak, o'rtoqlar endi. So there are some adverts on TV that make people to overspend. So, ba'zi bir reklamalar bor. Shunaqa ishontiradigan reklamaki, enthusiastic deyiladi. Persuasive to'g'rirog'i. Ishontirib qo'yadi sizni nima qilishga, ortiqcha xarajat qilishingizga. Sun'iy ehtiyoj yaratib beradi-da. Shunday holatda demak ishlatilar ekan. Demak, bizda keyingi holat impulse buying, ya'ni impulsive xarid qilish. Impulse buying ruins your budget. Impulse xarid byudjetni buzadi, ya'ni keraksiz, kerak bo'lmagan narsalarni rejasiz xarid qilaverish degan ma'noni beradi. Biz buni boya sinonim bilan qo'lladik gapda, o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Impulse purchases dedik biz uni. Keyingisi tight budget, qattiq byudjet, ya'ni qattiq emas, to'g'rirog'i buni kam xarj desak to'g'riroq bo'ladi. Sal biroz puldan qiynalgan ma'nosida kelyapti. Okay? Students often live on a tight budget. Ekonom qilish variantida yashaydi demoqchi. Keyingisi mana bu so'z endi juda ham bir so'z, ko'p ishlatiladigan so'zlardan. Prioritize. Talaffuzga ahamiyat bering. Prioritize essentials. Asosiy narsalarni ustun qo'yish. Xo'p, endi bunga I always prioritize
Hygienic. Nimaga health deylik. Sog'liqni ustun qo'yaman. I always prioritize health over money. So I go fitness every other day. Ana. Faqat savol. Every other day nima degani? To'g'ri. Every other day. Mana shu so'zni ko'pchilik bilmaydi. Yoki bilishi ham mumkin. Unisini bilmadim. Lekin ko'p holatlarda xo'p. From qo'ysangiz, menimcha bo'lmaydi. Yo'q, Asrbek adashdingiz. 2 kunda birmi? Shunaqaroq, ya'ni kun ora deymizmi? Через день deb qo'yadi. Ko'pchilik tushunarli. O'sha yashagan Durdanaxon yozibdilar. Kun ora degani bu. Every other day. I always prioritize health over money, so I go fitness every other day. Kun ora. Yashang. Xo'sh. Keyingisi pay bills, ya'ni hisob-kitobga to'lamoq. Bills endi to'lovlar, har xil to'lovlar bor bizda. Utility bills bor. Ichiga kirib ketadi. Gaz, svet, tok, chiqindi uchun to'lanadigan pullar hammasi utility bills deyiladi ekan. Shuni yozib qo'ying, ha. Demak, utility bills nimalar kiradi? Gas, elector, hop, trash, chiqindi uchun to'lanadigan. Asosan mana shu ekin, water. Demak, running water deymiz. Mana shular uchun to'lanadigan to'lovlar hammasi utility bills deyilar ekan, o'rtoqlar. Buni mana pastga olib qo'yingda. Yanada tushunarli bo'ladi. Bills deganda nima tushuniladi desa, mana shular tushunilar ekan, o'rtoqlar. Buni men rasmini tashlab qo'yaman. Marhamat. Keyingisi, plan ahead. Oldindan reja qilish biron narsani. So always plan ahead. Always plan ahead before you go shopping. Otherwise, you end up overspending. Qarang do'stlar, nima bo'lib ketdi bu yoqda? Always plan ahead. Har doim oldindan reja tuz. Nimaga borishdan oldin, shoppingga borishdan oldin reja tuzib ol. Aks holda you end up degani shu holga tushasan. Qanday holga tushasan? Overspending bo'lib qolasan demoqchi. Ya'ni belgilangan miqdordan ko'proq pul sarflab yuborasan. Demak, bu juda ham kerakli. Har doim oldindan nima qilish? Plan ahead. Keyingisi spending limit. Spending limit o'sha demak sarflash uchun limit qo'yish. Keyingisi be worth it, demak arzish. Some subscriptions aren't worth it. Ba'zi obunalar arzimaydi. Misol uchun bepul cloud servislar turganda pulligini olishingiz arzimaydi. Xo'p, keyingi so'z bizda banking oid bo'lar ekan, hamda to'lovlarga oid bo'lar ekan. Ko'rib chiqamiz bu yerda nimalar bor. Demak, karta orqali to'lash pay by card, naqd pulda to'lash pay in cash bo'ladi. Karta bilan naqd pul. Bunda ko'pchilik nima deydi? Adashtirib qo'yadi. Birini o'rnida boshqasini ishlatadi. Qanday? Misol uchun pay by card bu nima emas? Teng emas pay in cash. Siz pay by cash deb qo'ymang. Birda boshqasini qo'lab qo'ymang. Bunda in, bunda esa by. Tushuntira oldimmi? Bu narsani jiddiy qarang. Elementar xatolik, baribir
ma'noga ta'sir qilmasa ham sizni noprofessional yondashganingizni bildirib qo'yadi. Demak, hammasi yaxshi bo'lyaptimi? Ortiqcha xarajat yashang. Zo'r. Demak, gap tuzamiz. More people tend to pay for purchases in to'g'ri by card deymiz. By cards. That's because it is more convenient and reliable. Ana shunday. Chunki bu anchayin qulay va ishonchli karta orqali to'lashingiz. Sababi sizga nima deydi? Ko'p pul olib yurishi shart emasda oldingizda. Ozgina bitta karta bilan ham ishingiz hal qilib ketaverasiz. Endi cash orqali to'lash. Bunga bitta gap yozib qo'yamiz, qaranglar. There are some remote areas that there are no any options paying by card. So you should pay in cash there. Qishloq hududlarda misol uchun nima yo'q, biz unaqa tanlov yo'q. Karta orqali to'lash yoki kichkina do'konlarda. Paying by card o'rniga nima qilishingiz kerak? Naqd pul orqali to'lovni amalga oshirishingiz kerak ekan. Pay in cash. Okay? Pay in cash. Buni ham jo'natib qo'yamiz. Telegram tashlayapman. Sal like bosib turing, hech bo'lmasa comment section yopiq bo'lsa ham. Shunda men sizlarni eshitayotganlaringizni bilaman. Kimdir bormi Telegramda? Bor ekan, lekin anchagina odam. Hech bo'lmasa like bosib qo'yinglar. Shunday qilib oluvchilar qizartirib qo'ying. Xo'sh. Zo'r. Nima bo'lyapti? Option sal xato ketdi. Option to'g'rilab qo'ydim. Option xato ketdi, to'g'rilab qo'ydim uni. Options. So, demak, davom etamiz. Bizda keyingi holat withdraw cash. Bu ko'pchiligimiz qiladigan ish, lekin o'sha bankomatlardan pulni yechish, naqdlashtirish karta orqali, kartani pulga aylantirish. I withdraw, o'qilishga aytib bering. Withdrew o'tgan zamoni bu. Cash from an ATM. ATM bu qisqartma, abbreviation. To'lig'i adashmasam automatic teller machine deyiladi. Bankomat, ya'ni o'zbekchasiga naqd pul yechib olish. O'rtoqlar, shu bugunchalik YouTube umuman ishlamayapti. Bilmadim. U YouTube tomonidan bo'lyapti, qandaydir xatolik ketyapti, yoqyapmi, o'chib qolyapti, yoqyapmi. Bugunchalik mana shu Telegramda Zoom orqali o'tib turamiz, endi majburmiz. Sababi hozir yoqdim, yana o'chib qolyapti. Yozyapti lichkamga. U mendan emas, qandaydir YouTube'da bo'layotgan muammo. Tez o'chib qolayotgani. Shuning uchun aybga buyurmaysiz. Xo'p, bunga gap tuzadigan bo'lsak qanday bo'ladi? Demak, withdraw a cash. Withdraw a cash. Withdraw a cash demak bu pul yechib olish ekan, o'rtoqlar. Hozir bunga gap tuzadigan bo'lsak qanday bo'ladi? Bo'ldi, hammasi yaxshi.
Be careful while withdrawing cash from ATMs. Make sure that nobody see the secret code of your card. Demak, nima dedik? Bankomatdan pul yechayotganingizda ehtiyot bo'ling. Hech kim sizni nimangiz ko'rib qolmasin. Kartangiz maxfiy kodini, pin kodini ko'rib qolmasin. Xo'p, davom etamiz. Zo'r. Ajoyib. Keyingi so'zimiz transfer money. Pul o'tkazish. Endi bu yangilik emas. Ko'pchilikka tashlab ketamiz. Bank fees, bank komissiyasi. Buni ham bilamiz. Mana bu kerak bizga. To be charged. To'lashga majbur qilish yoki komissiya yechib olish. I was charged a small fee deyapti. Kichkina komissiya. I was charged a small fee. Keyingisi contactless payment. Ya'ni kontaktsiz to'lov. Karta orqali to'lov va hokazo hammasi contactless payment deyiladi yokida anosiga o'tkazib berish. Keyingisi top up a card. Ya'ni kartani to'ldirish, kartaga pul o'tkazish ma'nosida. I topped up my card, transport card. Transport kartasi bor, проездной deyiladi. Keyingisi online banking. Online banklar, online bank servisidan foydalanish. Payment plan bo'lib to'lash. Рассрочка deydi. Payment plan. They offered a payment plan. Mana shunga bitta gap yozaylik. Xo'sh. Nowadays more people are obsessed. Nowadays more people are lured by payment plans. So now they are struggling to make their ends meet. Bugungi zamon ochiq haqiqati shu. Hozirgi kunda ko'pchilik insonlar aldangan, bo'lib to'lash tovarlarni bo'lib to'lashga olishgan, рассрочкаga olishga 2 barobar narxini to'laydi. Unda kredit ham arzonga tushadi. So now they are struggling to make their ends meet. Hozir ular kunni o'tkazishga qiynalishmoqda. Demak, payment plans. Xo'sh, davom etamiz. Keyingisi demak keep a receipt. Chekni o'zida saqlab qo'yish. Keyingisi debt, loans hamda interest. Debt bu qarz, shunchaki qarz, beg'araz, ustiga hech qanday narsa qo'shilmaydi, nimadir qo'shilmaydi, foiz. Loans bu kredit o'rtoqlar. Kredit bilasiz, foiz tug'adi u. Har bitta kunga kerak bo'lsa penny ham tug'adi. Interest o'sha foiz degan, interest. Bu qiziqish ma'nosida emas, balki o'sha sizda kredit olgan bo'lsangiz, o'sha kreditingizni foiz tug'ishi bu interest deyiladi. Keyingisi borrow money. Qarzga pul olish, lend money, qarzga pul berish. Egizak aka ukalar desa bo'ladi. Borrow hamda lend. Eslab qoling, borrow qarzga berish, qarzga olish to'g'rirog'i, lend qarzga berish. Bu endi nafaqat pulga, balkim kitoblarga ham nisbatan biron bir shaxsiy buyumni ham qarzga berib turish ma'nosida ham ishlatilishi mumkin. Keyingisi be in debt, qarzda bo'lish, minusda bo'lish, ya'ni topayotgan daromadidan qilayotgan xarajat ko'proq bo'lsa, o'sha minusda degan. Many families are in debt. Mana bu o'qilmaydi, debt shunchaki. Tushundingizmi? Ko'p oilalar hozir qarzda. Keyingisi bank loan. Bank nimasi? Krediti. He took out a bank loan. U bankdan kredit oldi. Took out. Take out loan ishlatilar ekan.
Keyingisi interest rate. Foiz stavkasi ekan. Bu juda ham kerakli, ko'p ishlatiladigan so'z. Foiz necha pul ekan deydi. To'g'rimi ko'pchilik? Pay it back. Endi mana bu qarz olinsa, o'sha qarz qaytarib to'lash pay it back bo'lar ekan. I will pay it back next month. Keyingi oy qaytaraman, to'layman. Endi miss a payment bu o'sha to'lovni o'tkazib yuborish, vaqtida to'lamaslik. Credit history to'lov tarixi ekan. A good credit history matters. Ya'ni kredit tarixi yaxshi bo'lishi ahamiyatga ega. Avoid that qarzdan qochish, qarzni to'lamaslik. Xuddi mana bu miss a payment o'xshaydi. Keyingisi get into trouble, muammoga tushib qolish va hokazo va hokazo. Keyingisi smart habits, aqlli odatlar hamda natural sayings, o'shalarni aytish uchun. Mana bu juda ham zo'r so'z. Live within your means, ya'ni imkoning doirasida yasha. Ortiqcha xarajat qilma. iPhone 7 Plus olishing shart, Pro Max olishing shart emas. Bu yoqda qiynalib turgan bo'lsang demoqchida. It is important to live within your means. Imkoning doirasida yashashga harakat qil. Try to live within your means. Imkoning doirasida xarajat qil. Pulni sovurma, ya'ni demoqchi. Davom etamiz. Demak, keyingisi save for a rainy day. Ibora bu, ibora tabiiy. Kinolarda ko'rgan iboralarim. Demak, qora kun uchun jamg'arish, yoki yomg'irli kun deydilar ekan ingliz tilida, qiziq holat. Bizda qora kunlar uchun deydi. I save for a rainy day. Qora kun uchun jamg'araman. I save for. Yoki save up for bor-ku, shunga o'xshab ketar ekanda. Tighten your belt. Tejamkor bo'lish. Tighten your belt. Kamaringni bog'la deydi-yu. Bizda kamar qattiq bog'la, belni bog'la deydi. O'shanga o'xshab ketar ekan. Shop around. Narxni solishtirish. Compare prices. Compare prices. Begzod ustoz o'tdi kecha bargain degan fe'l. Bargain. Bu nima edi? Bargain savdolashish. Demak, compare prices. Prices bu teng nimaga? Shop around. Shop around. Yoki bargain. Savdolashish, savdolashib olish biron narsani. Xo'sh. Yashavoring, Nazokat Sobirova ko'rpangga qarab oyoq uzat. O'shanga o'zi o'zbek tilida bir ekvivalent topa olmayotdi. Nima desam ekan deb. Zo'r ekvivalent beribsiz, gap yo'q. Mabodo ona tili ustozi emasmisiz? Ustoz keyin bularni hammasini o'rtoqlar hammasini tashlab beraman. Shu kungacha bo'layotganlarni tashlab beryapmiz-ku. Faqat qaranglar, ko'pchilik endi lorit nima debdi Nazokat Sobirova? Lorit bu aldanish, laqqa tushish ma'nosida. Xo'sh, endi men kichik guruhlarda yo'qman. Tushunmovchiliklar har xil holatlar bo'lyapti ekan, ulgura olmayapmiz qilishga har kuni yoq. Tushunaman o'rtoqlar sizlarni, tushunaman har xil holat hammada vaqtlari yetmayotgan bo'lishi mumkin ko'pchilikda. Ular hammasini qilishi shart emas. Asosiysi mana bu so'zlarni esda olib qolishingiz kerak bo'ldi. Gaplar tuzishingiz kerak. Uyga vazifaga berayotganlarim endi nisbatan ko'proq beryapman. Vaqtingiz bo'lsa bajaring. Vaqtingiz bo'lmasa, boshidan tushunganingizcha bajarsangiz yetadi. Keyin samplelar, tarjimalar va hokazo. Bular hammasi maksimalni sizda o'sha ehtiyojingizdan kelib chiqib qilinadi. Ya'ni hammasini qilib 100% bajarasiz degan talab yo'q yo'qda. O'ziz uchun-ku, biz uchun emas, o'ziz uchun. Shuning uchun harakat qiling bajarishga. Keyingisi. Get your money's worth. Puliga arzigulik. I want to get my money's worth. Pulimga arzigulik bo'lsin. Waste money. Pulni isrof qilish. Be broke bu o'sha bankrot bo'lish, pulsiz qolish. I am broke after paying rent. Ijara to'lagach pulsiz qoldim. Penny saved is a penny earned. Bu maqol. Tejalgan tiyin, tejalgan pul, topilgan pul kabidir. Misol uchun siz 1 so'm pul tejayapsizmi? Demak, o'sha siz ishlab topgandek bo'lasiz-da. Ana uni gapi bor-ku. Rich dad and poor dad aytadi. Rich dad aytadi adashmasam. It is not about earning, it's all about saving deydi. Ya'ni
gap pul topish haqida emas, balkim o'sha pulni mana bunaqa edi. It is not about how much money you earn, it is all about how much money you are left with at the end of the month deydi. Ya'ni sen qancha pul topayotganing muhim emas, oyning oxirida yoki oy shu pullar tushib bo'lgandan keyin qancha pul bilan qolayotganing muhim. Misol uchun 10 million topyapsiz, zo'r. Lekin oyning oxirida qancha qolyapti xarajatlardan ortib sizga? O'sha narsa demoqchi. Tushundingizmi bu yoqda ham? A penny saved is a penny earned. Smart choice, aqlli tanlovlar qilish. Avoid unnecessary spending. Buni ham boya ko'rdik. Impulse purchase sifatida. Va hokazo va hokazo o'rtoqlar, mana shu edi. Bugun sizlarga ertalab 5:30 da o'tib bermoqchi bo'lganim. Biroz kecha safarda edik. Charchab qoldim, quloq otman. Endi har doimdek o'sha namunalar bor, tarjimalar bilan. Buni обязательно ko'rib chiqing. Hech qancha vaqt olmaydi sizdan. Bor yo'q 10 bet ekan, 10 ta sahifa. Kitobcha shaklida chiqarsangiz 3 bet ham bo'lmaydi. 4 bet ham bo'lmaydi. 3 bet, 3,5 bet bo'lsa kerak. Chiqarib olsangiz ko'zingiz og'rimaydi. Qanday qilib gap tuzganman, tarjimalar bilan ko'rib, o'rganib chiqing. Hech bo'lmaganda o'rtoqlar, o'zingiz uchun. Sababi siz bir marta ko'rsangiz, qancha ko'p ko'ryapsiz, o'sha so'zga duch kelyapsiz hayotingizda, o'sha esingizda olib qolish osonroq bo'ladi. To'tiqushga o'xshab bitta listga mana shularni yodla deb sizga shunday tashlab bersak bo'lardi. Oson variant. Foydasi yo'q uni. Short term memoryda saqlanadi operativ xotirangizda. 2-3 kun nari borsa, bir hafta ham turmaydi. Ertangi kuni yoki keyingi hafta o'sha esingizdan chiqadi o'sha narsa. Bu osonroq variant tuyulishi mumkin ko'pchilikka. Shunchaki listni shunday tashlab berish kerak-da. Bo'ldi, mana shu listni yoqdi, bo'ldi, zo'r bo'lasan deb. U o'zini o'zi aldash bo'lib qoladi. Nima uchun biz o'zimizni qiynab sizga samples, home task alohida beryapmiz ko'proq bo'lsa ham sizni qiynab. Sababi maqsad o'sha so'zni faollashtirish, shunchaki yodlash emas, passive memoryda olib qolish emas. Ishlata olmasangiz, u sizga kerak emas, foyda ham bermaydi. Ko'pchilik savol beradi. Yodlayapman, lekin speakingga kelganda, writingga kelganda ishlata olmayapman dedi. Nimaga shunaqa? Sababi siz uni faollashtirmagansiz, o'rtoqlar. Faol qilmagansiz. Shuning uchun do'stlar uni faollashtirish kerak. Faollashtirish qanday bo'ladi? Ko'proq sample o'qish, ko'proq yozish, gap tuzish va gapirishda qo'llash o'shani. Gapirganda. Demak, home task har doimdek gaps bo'ladi. Mana demak, optionlar bor. Kerakdan ko'proq option bor bu yoqda. Faqat bittasi, bir nechtasi alternativlar mos tushishi mumkin ma'nosiga qarab. Tarjimasini yozasiz. Tushundingizmi? Qo'rqib ketmang, 21 bet ekan deb turib, bu 8 varoq bo'ladi orqa oldi chiqarsangiz. Keyin boya aytgandek hammasini qilish shart emas. O'zingizga keraklisini qilib, ulgurguningizcha qilib, keyingi darsgacha tashlasangiz tekshirib beramiz. Keyin javoblari bor. Javoblarni tayyor o'sha o'zingiz tekshirib olasiz. Mana qizilda berib qo'yganmiz. Qanday buni endi chiqarish shart emas. Shu telefonda tekshirib olsangiz ham bo'ladi. To'g'ri tarjima qildingizmi, yo'qmi va hokazo.